Mana sizga hozir yangiligimiz sinab beramiz. Aka yoqing. Mana qo'limga ham qo'yib turibman do'stlar. Eng qizig'i, qo'limga hech nima bo'lmayapti. Mana bemalol akamiz yoqib turibdilar. To'g'ri yonayotgan joyida turaman. Aka oling. Hozir mana sizlarga gradusningni o'lchab beraman. Olib turing-da mana. 313, 235 bo'ladi, lekin bu yog'iga, ya'ni yongan tomoniga yaxshilab qo'yadigan bo'lsak, 22 gradus chiqyapti xolos. Bu nima desalar, ya'ni tomga pena sachish xizmati bo'ladi. Tevasiga chiqib turib, bemalol sakrasana hech nima bo'lmaydi. Mabodo yoni ketadigan bo'lsa, aka oling, 2 sekundga qolmaydigan, o'chadigandan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, yozda issig'idan, qishda sovuqdan saqlaydigandan bo'ladi. Hozir akalarimiz 15 minut oldin sachishdi, mana qurib bo'lgandan bo'ladi, ya'ni toshga o'xshab qatib qolgandan bo'ladi. Buni zo'r tomoni tunika, shifer, umuman tanlamaydigandan bo'ladi. Luboy tomga ketaveradi. 100 kvadrat metrda akalarimiz 5 soatda chiroyli qilib berishar ekan. Kilosini narxiga keladigan bo'lsak, 5 dollardan boshlab 6 dollargacha bo'ladi. Kvadrat metriga keladigan bo'lsak, sizlarga ya'ni 10 dollardan boshlab 12 dollargacha tushadi. Bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'lib, dastavka, ustanovka, usta haqqi, mahsuloti, servis, o'sha xizmatlari mutlaqo bepul. Kimgadir shunaqa tomga pena sachish xizmati yoki ushbu biznesni o'rganaman sanang, zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.